Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan SAT Practice 1 demak Maths Module 1 ni ko'rib o'tamiz. Xo'p, boshlanishiga demak birinchi savol. What is the 10% of 470? Xo'sh, 470 ning 10% nimaga teng? Xo'sh, endi foiz 10 ni kasrga o'tadigan bo'lsak, 0.1 bo'ladi. 0.1 ni ko'paytirish kerak bizga 470 ga. Ko'paytirib 47 ni beradi. Demak, to'g'ri javob B bo'lar ekan. Так, дальше. Which equation has the same solution as a given equation? No. Agar 6 ni bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, minus bo'lib o'tadi. Minus 6 bo'lib, demak 18 dan 6 ni ayirsak 12. 4x teng bo'lar ekan 12 ga. Так, uchinchi savol. The total cost in dollars to rent surfboard consists of $25 service fee and $10 per hour rental fee. Xo'sh, demak surfboardni ijaraga olish haqqi demak $25 ekan va har bir soat foydalanganimiz uchun $10 dan to'lab bo'lar ekanmiz. A person rents a surfboard 2 hours and intends to spend maximum $75 to rent the surfboard. Xo'sh, T soat ijaraga olmoqchi ekan va u ko'pi bilan $75 sarflar ekan. Demak, maksimum u $75 sarflay oladi. Which inequality represents the situation. Demak, bu holatni qaysi tengsizlik ko'rsatib bergan. Demak, 75 dan oshib ketmasligi kerak. 75 dan oshib ketmasligi kerak va u $25 boshlang'ich to'lab qo'yadi va har soatiga $10 dan to'laydigan bo'lsa, demak soat sarflagan vaqtini 10 ga ko'paytiramiz va 25 ni qo'shib olamiz. Mana shu umumiy qiymat 75 dan oshib ketmasligi kerak. Va to'g'ri javob D bo'lar ekan. Xo'p. To'rtinchisi, the function is defined by the given equation for which value g at x is equal to 25. Demak, x ning qanday qiymatda funksiyaning qiymati 25 bo'ladi. Va x kvadrat plus 9 25 tenglashtirib olamiz. Tak 25 9 dan ayiradigan bo'lsak, bu bizga 16 ni beradi. X 4 ta va minus 4 ta bu qiymatga erishadi va bizda berilgan javoblar ichida demak 4 to'g'ri javob bo'lar ekan. Each face of fair 14-sided die is labeled with a number from 1 through 14. 14 yoqli demak zarik bor ekan bizda. Har bittasi demak har bitta qirrasi 1 dan 14 gacha bo'lgan raqamlar bilan nomerlangan. If die is rolled one time, bir marta tashlangan bo'lsa zarigimiz, what is the probability of rolling a 2? Ya'ni 2 tushish ehtimolligi. 14 ta raqam bo'lsa, 2 bu 14 tadan bir holat. Demak, bizani qanoatlantiradigan holatlar soni bitta. Demak, 14 ta raqam bor, demak 14 dan 1 bo'ladi ehtimollik. Juda oson savol bo'ldi buncha. Oltinchisi, printer produces posters at a constant rate of 42 posters per minute. At what rate in posters per hour does the printer produce the posters? Demak, printerimiz posterlar chiqarar ekan 42 ta. 1 daqiqada 42 ta. Demak, bizda nima bo'lyapti? 42 ta poster minutiga bo'lyapti. Endi bizdan so'rayaptiki, soatiga qanchadan? Hour demak, soatiga qanchadan chiqaradi? Tezligini, rate degani bu demak tezlik. 1 soat bu bizda 60 minut bo'ladi. Demak, 60 ko'paytirib olish kerak. 42 ni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak bizga bo'ladi, demak 12, 24, 25, 2520 ta poster soatiga bo'ladi bu. Va javob 2520. Tak, 7-chi savol. The function f is defined by the equation. What is the value of f at x when x is equal to 4y? Demak, f at 4 ni topishimiz kerak. X 4 ga teng bo'lgan payt. 7 kara 4 plus
2, 28, 28 2 qo'shadigan bo'lsak, 30 bo'ladi. A teacher is creating an assignment worth 70 points. And then assignment will consist of questions worth 1 point and questions worth 3 points. Which equation represents a situation where x represents 1 point equations, y represents 3 point equations. Tak, bizda demak imtihon olinayotgan ekan, o'qituvchi imtihon olyapti va savol tuzyapti. Unga 70 ball umumiy bermoqchi. 1 ballik savollar bor, 3 ballik savollar bor. 1 ballik savollar x da bo'lsa deyapti va 3 ballik savollar y da bo'ladigan bo'lsa, qaysi tenglama ushbu holatni bizga ko'rsatib beradi. Demak, 1 balldan bo'lsa, x da savol bo'lsa, x ni 1 ga ko'paytiramiz, bu x ni o'zi bo'ladi. Plus y da savolimiz 3 balldan beradigan bo'lsa, demak 3 ga ko'paytirib olamiz, 3y bo'ladi. Jami bu yig'inda bizga 70 ni berish kerak. Demak, x plus 3y teng 70. D javob bizga to'g'ri bo'lar ekan. 9-savol, right triangles. Demak, to'g'ri burchakli uchburchaklar LMN and PQR are similar, where L and M corresponds to P and Q, and M angle has a measure of 53. And what is the measure of angle Q? Demak, to'g'ri burchakli o'xshash uchburchaklar, similar degani bu o'xshash. Bizda demak LMN va PQR. Bizda L where LM corresponds to P and Q. Demak L va M P va Q ga to'g'ri kelar ekan. The P the Q. Endi aytayaptiki M is 53. M ning qiymati 53 ekan bizga. Tak, what is the measure of Q? Q ning qiymati nima deydi? Agar M Q ga to'g'ri keladigan burchak bo'ladigan bo'lsa bizga, holatda demak Q ham 53 ga teng bo'ladi. B javob. Tak, 10-savol. The solution of the given system of equation is x and y. What is the value of the x? X ni qiymati toping debdi. Demak, y ni joyiga keltirib qo'yamiz. Mana buni -3x ni, demak 4x minus 3x teng 15 bo'ladigan bo'lsa, tak 4x dan 3x ketsa x, x teng 15. C bo'lar ekan. Which of the following equation is the most appropriate linear model of data shown in scatter plot? Scatter plot demak qanaqadir jarayon ketyapti va har xil qiymat bo'lyapti. Umumiy holatda ko'rsak bo'ladi, demak bera nuqtalar pastga qarab ketayotganini ko'rsak bo'ladi. Bu deganiki slope, ya'ni bu burchak koeffitsiyentimiz 0 dan kichik. Demak, 0 dan kichik burchak koeffitsiyentli ikkita javob bor. Demak, yo A bo'lishi mumkin, yo B bo'lishi mumkin. Bu deganiki C va D javoblar chiqib ketadi. Va bizda demak qanday qiymatdan boshlayapti? Bu o'nni nechidandir boshlab olyapti. Demak, musbat qiymatdan boshlanyapti. Bu y ni kesib o'tishi, demak bu B edi. Demak, linear modelda demak mana bu ozod xat, bu qaysi sondan boshlanganligi, ya'ni x teng 0 bo'lgandagi qiymat bo'ladi. Demak, x teng 0 bo'lganda bu musbat o'ng qiymatni qabul qilyapti. Mana bu yerda a da esa manfiy to'xtabdi. X teng 0 bo'lganda manfiy y bo'lyapti. Demak, a ham chiqib ketadi. Demak, to'g'ri javob bizda B bo'ladi. Tak, the graph of f at x is shown where the function f is defined ax cubed, bx squared, cx and plus d. So given us polynomial berilgan ko'p xat. For how many values of x does f at x is equal to 0? So we should define the zeros of the function. How many zeros of the function we have? So zeros of the function means the intercept of function, the x-axis. Yani x o'qini kesib o'tish nuqtalarini ko'ramiz. Nechta qiymatda bu ish bo'lgan? Demak, mana shu yerda funksiya 0 ga tenglashadi. Bu 3 ta qiymatda ekanligi ko'rinib turibdi funksiyada bu. Demak, 3 bo'ladi.
13. Vivian bought party hats and cupcakes for $71. Each package of party hats costs 3 and each cupcake costs $1. If Vivian bought 10 packages of party hats, how many cupcakes did she buy? Demak, Vivian tadbir o'tkazayotgan ekan, bayramni. Shlyapalar va nimalar sotib olyapti, cupcake'lar sotib olyapti. Uni jami $71 ga. Agar shlyapa $3 turadigan bo'lsa, bittasi va cupcake'imiz bittasi $1 turadigan bo'lsa va 10 ta hat sotib olgan shlyapa, demak 10 ta shlyapa sotib oladigan bo'lsa, 10 ni 3 ga ko'paytirsak, bu bizga bo'ladi $30. 71 dan 30 ketadigan bo'lsa, bu bizga $41 bo'ladi. Va $41 puli qoladi. Va $41 agar har biriga $1 dan bo'ladigan bo'lsa, 41 ni 1 ga bo'lsak, 41 ni o'zi bo'ladi. Ya'ni 41 ta u cupcake sotib olgan. Tak, demak, what is the one of the solution to the given equation? Bitta demak qiymat topishimiz kerak. Bitta Viet teoremasini ishlatsak bo'ladi. Demak, Viet teoremasi nima deydi? Demak, z ildizlar yig'indisi demak plus 10 bo'ladigan bo'lsa minus 10 ga teng. Ildizlar ko'paytmasi minus 24 ga teng. Ikkita son topishimiz kerak. Demak, tanlaydigan bo'lsak 4 kara 6 bo'lmaydi bizda. Demak, minus 10 bo'lishi uchun biz tanlashimiz mumkin minus 12 va 2. Ko'paytirsak minus 24 ni beradi, qo'shsak minus 10 ni. Bittasini yozgan ekan, SAT'da uchraydi. Agar ikkita javob topadigan bo'lsak, bittasini yo 2 ni yo minus 12 ni yozsak ham farqi yo'q. Bizda bu teoriyada hisoblaydi. Tak, 15-savol. Bacteria is growing in a liquid growth medium. There were 3000 cells per milliliter during an initial observation. The number of cells per milliliter doubles every 3 hours. Demak, 1 millilitrda demak initial boshlang'ich demak kuzatuvda 300 mingta hujayralar kuzatilgan ekan 1 millilitrda. Bakteriyachalarimiz. Demak, u doubles, ya'ni 2 ga ko'payar ekan har 3 soatda. How many cells per milliliter will there be after 15 hours? 15 soatdan keyin qancha bo'ladi deyapti. 15 soatdan. Demak, 15 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 5 bo'ladi. Demak, 5 marta u doubles, ya'ni 5 marta u 2 ko'payadi. Bu degani 300 mingni biz ko'paytirishimiz kerak 2 ning 5-siga. 5 marta 2 bo'lsa 2 ning 5-si bo'ladi. 2 ning 5-si bu bizga 32, 32 ni 3 ga ko'paytirsak 9,600,000 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob D bo'lar ekan. Which expression is equivalent? Demak, mana bu yerda nima qilish kerak? 6 va 12 ning ekubi bizda 6 bo'ladi. X 8-si x kvadratda eng kichigi bitta x kvadrat. Y kvadrat ikkalasida ham bor. Demak, y kvadratni olib chiqamiz. Ichkarida nima qoladi? 6 ketdi. X ni 8-sidan x ni 2-si chiqib oladigan bo'lsa, x ni 6-si qoladi. Tak, bu yerda 12 dan 6 chiqadigan bo'lsa 2 qoladi. Ko'ramiz qayerda bor ekan javobimiz. To'g'ri, sida 16-chi. Tak, ana bu demak SAT'da uchraydigan savollardan. Xo'sh, a neighborhood consists of 2-hectare park and a 35-hectare residential area. Demak, mahallada, demak o'sha neighborhoodda bizda 2 gektar park va 35 gektar aholi yashaydigan joydan iborat ekan mahallamiz. The total number of trees in a neighborhood is 3934. 3934 ta daraxt bor ekan. The equation tenglama berilgan. SAT'da shu tenglama tuz demaydi, yo masala ishlatilmaydi. Tenglama o'zi beradi. Shunaqa savollar bor.
tushuntirib berishimiz kerak. Bak 3934 dan bu yerda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Sonlarga e'tibor berish kerak bu yerda. Bak bitta 2 deyapti. 35. Mana bu tenglamada ham 2 35 ni ko'ryapsiz, demak 2x ko'payapti, keyin 35y ga, keyin 3934 ni beryapti. Demak 3934 bu daraxtlar soni. Bu yerda gektar. Bu gektardan qanday daraxtlar soni kelib chiqishi mumkin? Bu demak har bitta gektarda qanchadir daraxt ekilgan. Parkda boshqacha bo'ladi, ko'proq bo'ladi daraxt. Aholi yashaydiganda endi boshqacharoq, ko'p bo'lmaydi daraxt. Xo'sh, which of the following is best interpretation of x? X ni nima bu bo'lishi mumkin? X endi 2 ning oldida to'xtabdi. Bu deganiki parkda har gektarda nechtadan daraxt o'sadi? Mana shuni ko'rsatyapti x. Mana shunda bu tenglamamiz ma'noga ega bo'ladi. Demak o'qiymiz. A da the average number of trees per hectare in the park. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Demak parkda baribir gektarida nechtadan daraxt o'sishi per hectare, ya'ni har bir gektarida. B'da aytadi the average number of trees per hectare in the residential area. Yo'q. Residential areamiz bizga 35 gektar, 35 gektar. Demak, bu y, b, y ni ifodalayapti bu yerda. The total number of trees. Total number 3934, x emas. The total number of trees in the residential area. Total number of residential area bu 35y bo'ladi. 35y, ya'ni o'sha y ni ko'paytirsak 35 ga, bu bizga total number of trees in the residential area ni beradi. Demak, keyingisi. The graph shows the relationship between the number of shares of stock from company A, X, and the number of shares of stock from company B, Y. The Simon can purchase. Which equation could represent the relationship? Tak. Endi bu yerda demak ikkita kompaniya bor. Simon sotib olishi mumkin bo'lgan. A kompaniyadan sotib olishi mumkin bo'lgan o'sha stock sharelar va B kompaniyadan. Endi nimaga e'tibor berish kerak? Interceptlarga, ya'ni y ni 40 ta kesib o'tyapti, x ni 60 ga. Demak, x bu kompaniya A. Demak, agar y 0 bo'ladigan bo'lsa, x 60 bo'lishi kerak. Demak, y 0 bo'ladigan bo'lsa, x 60. Bu degani y ning joyiga 0 qo'ysak, 60 chiqishi kerak. Mana bu yerda 0 qo'ysam, x 60 chiqmaydi. Demak, A javob chiqib ketadi. Tak, B javobda x y ning joyiga 0 qo'ysak, mana bu to'g'ri kelishi mumkin. Qolgan javoblarni ham ko'ramiz. 0 chiqsa, C javobda ham y ning joyiga 0 qo'ysak, x 60 chiqmaydi. Tak. Mana bu yerda agar x y ning joyiga 0 qo'yadigan bo'lsak, u 0 bo'ladi, x 40 chiqadi. 480 bo'lsa, x 40 chiqadi. Bu demak D javob ham chiqib ketadi. Bitta B javob qolyapti. Haqiqatan ham y joyiga 0 qo'ysak, 8x teng 480, bu yerda x 60 chiqligi ekanligi kelib chiqadi. Circle A has a radius of 3n and circle B has a radius of 129n. Where n is constant, the area of circle B is how many times the area of circle A? Circle B va circle A. Circle B. Demak, the area of circle B is how many times of circle A? Demak, B aylananing yuzasi. Xo'sh, bu yerda radius A aylananing radiusi 3n deyapti. B aylananiki 129n. Bu yerda savol beryapti. B aylananing yuzasi A aylananing yuzasi necha marta katta? Bak, yuza formulasi pi r kvadrat. Nisbat oladigan bo'lsak, pi r kvadrat, b niki, a niki pi lar ketadi. Demak, radiuslar kvadratlar nisbati qolyapti. Demak, mana bularni kvadratga o'chirib bo'lishimiz kerak. 129 ni kvadrati bo'lingan 3 ni kvadrati bo'ladi.
Agar 129 3 ga bo'ladigan bo'lsa, 43 ning kvadrati bo'lishi kerak. 43 ning kvadrati, bu aniq mingdan katta son, faqatgina bitta javobda bu bor, D. Boshni og'ritib o'tirmaymiz, demak D javob to'g'ri. Va, endi xo'sh. Bizga ana bu taqsimot jadvali berilgan. Demak, mana bu yerda frequency, chastota, ya'ni necha marta takrorlangani va data value, o'sha qiymat. Demak, 6 soni 3 marta, 7 soni 3 marta, 8 marta, 9 marta, 19 martaga aytirilgan ekan. 11 marta, 12 9 marta, 13 umuman uchramagan ekan, 0 marta. 14 esa 6 marta qatnagan ekan. Frequency table summarizes 57 data. Bular hammasi frequencylarni qo'shadigan bo'lsa, 57 ta son borligi kelib chiqadi. What is the maximum data value in the set? Data set. Demak, datada o'sha ma'lumotlar jadvalida eng katta qiymat nimaga teng? Eng katta qiymat desa value deyapti, data value, maximum data value. Demak, frequency bu necha marta takrorlangani, shu son necha marta qatnashgani. Bizdan esa data value eng katta son. Eng katta son bitta 14. Demak, javob 14 bo'ladi. Endi ozgina tricky, salgina qiyinroq savollarga ham kelyapmiz yaqinlashib. A circle in the xy plane has a diameter with endpoints 2 and 4 and 2 and 14. Aylana tenglamasi, aylanamizning diametrining endpointslari, ya'ni ikkita chekkasi 2,4 va 2,4 koordinatalarga ega ekan va mana bu tenglama berilgan. Aylana tenglamasi. Where r is positive constant deyapti. R demak qanaqadir musbat qiymatga ega. What is the value of the r? Demak, r ni radius topishimiz kerak. Bu yerda center topib olishimiz kerak. Center qanday topiladi? Aylana tenglamasi x minus x0 ning kvadrati plus y minus y0 ning kvadrati teng radiusning kvadratiga. Mana bu yerda x0, y0 bu markaz, aylana markazining koordinatalari. Bu yerda 2,9 kelyapti. X bo'yicha 2, y bo'yicha 9. Mana shu yerda markaz. Demak, diametrning ikkita chekkasi berilgan ekan bizga. 2,4 2,4 nuqtamiz va 2,14. Endi 14. 14 dan 4 gacha, 14 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 10. 10 demak 10 bo'lsa, agar bu diametrning ikkita chekkasi deyapti. Diametr 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, radius 5. Haqiqatan 9 dan 4 gacha ham 5. Bu yerda demak 9 dan 4 gacha ham 5. Radiusi 5 ga teng aylanar ekan bu. Bundan kelib chiqadiki, r ning qiymati 5 ga teng. Javob 5. The measure of angle r burchakning qiymati 2 pi taqsim 3. The measure of the angle t is 5pi over 11 radians greater than. Demak, t burchakning qiymati shunchaga kattaroq ekan. Greater than kattaroq degani. Measure of angle r. R ning qiymatidan shunchaga kattaroq. T ni toping deyapti, degrees, gradusda toping deyapti. Demak, greater than deydigan bo'lsa 2 pi taqsim 3 ga 5 pi taqsim 2 ni qo'shamiz. Mahraj demak bu yerda 4 beramiz, 12 bo'ladi. 12, 8, 13 pi taqsim 12. Demak, endi gradus ko'ta bo'lishi kerak. Gradus ko'ta bo'ladigan bo'lsak, nima qilamiz? 180 ni ko'paytirib pi ga bo'lish kerak. Pi lar qisqarib ketadi. 6 ga qisqaradigan bo'lsa, bu 30, bu 2. 30 ni 3 ga ko'paytirsak 390, 392 bo'ladigan bo'lsak, 195 bo'ladi. 195 gradus ekan. A certain town has an area 4.36. Demak, 4.36 square miles milya kvadratga teng ekan. Bu bizga
Tak. Yuzani milya kvadratda beryapti. Bizdan so'rayapti. What is this in square yards? Yard kvadratda topgin deyapti shahar uchun. 1 milya 1760 yard ekan. Xo'sh, birinchi yuza deganda, demak, qanday tushunishimiz kerak? Tak, 1 milya 1760 bo'ladigan bo'lsa, 1 milya kvadratga o'chiryapmiz buni. Bu yuza 1 milya kvadrat bo'lsa, demak bu tarafni ham kvadratga o'chirish kerak. 1760 ning yardning kvadrati bo'ladi. 1760 ni ham kvadratga o'chirish kerak. Endi 1760 ning kvadratini kvadratga o'chirganimizdan keyin 1 milya kvadrat necha yard kvadrat ekanligi kelib chiqadi va bu natijani 406 ga ko'paytiramiz. 1760 ning kvadratiga. Qiymat. Endi o'zingizlar mingning kvadrati bu taxminan mingning kvadrati million bo'ladigan bo'lsa, biz uni endi bu yerda 1760 ning kvadratini topyapmiz. Bu qiymat aniq milliondan katta ekanligi aniq. Demak, faqatgina D javobimiz milliondan kattaroq. Demak, D javob to'g'ri bo'ladi. Demak, 27 ta savol ekan, yana 4 ta qoldi. For line H, the table shown 3 values of x. Their corresponds y values of y. So, hash chizig'imiz bor ekan va u uchun bu nuqtalardan o'tadigan chiziq ekan bu. Line K is the result of translating line H down 5 units. Demak, K bu hashni 5 taga pastga tushirishdan hosil bo'lgan ekan. 5 ta unit pastga tushirishdan hosil bo'lgan. What is the x-intercept of line K? Demak, K chizig'imiz x o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi deyapti. Demak, hash chizig'i uchun demak biz tenglama tuzib olishimiz kerak. Uchun nima qilamiz? Birinchi demak slope ni topib olishimiz kerak. Uchun 160 dan, mana bu yerda 160 dan 130 ni ayiraman. Va 160 ga to'g'ri keladigan qiymat x dan 23. Demak, 23 dan ayiramiz 18 ni. 160 dan ayirsak, 130 dan ayirsak 30. 23 dan 18 ayirsak 5. 30 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 6. Demak, bizda slope 6 ekan. Yaxshi, demak chiziq tenglamasi qandaydir 6x plus b. Endi b ni topish kerak. B ni topish uchun nima qilamiz? Istalgan boshqa nuqtani ishlatish kerak. Demak, 18 bo'lganda 130 bo'lish kerak. Nima bo'ladi bu yerda? Y ning joyiga 130 qo'yamiz. 130 tenglik x joyiga 18. 6 ko'paytirilgan 18 plus b. 6 ni 18 ga ko'paytiradigan bo'lsak 48 108 bo'ladi. Bu tarafga o'tsa 130 dan 108 ketadigan bo'lsa 22. Biza nima tenglamani tuzib oldik. Bu hash bu. Bizda esa k kerak. Agar k chizig'imiz mana shuni, lifting shifting. Agar funksiya 5 ta unit pastga tushdi deydigan bo'lsa, demak bu yerda funksiyaning o'zidan 5 ni ayirishimiz kerak. Funksiyaning o'zidan 5 ni ayirishimiz kerak. Ya'ni mana bundan 5 ni ayirishimiz kerak. Demak, 5 ni ayiradigan bo'lsak, bu k chiziq bo'ladi. Tak. 6x plus 17. Endi bizdan so'rayotgandi x-intercept. X-intercept degani bu y, ya'ni y qachon 0 ga tenglashadi degani. Demak, mana shu tenglamani 0 ga tenglashtirishimiz kerak. 0 ga tenglashtirsak x kelib chiqadi -17 taqsim 6 ekanligi. Demak, -17 taqsim 6, demak D javob to'g'ri bo'lar ekan. 25. In the xy plane, the graph of the equation
intersects the line y equal to c at exactly one point. Ya'ni kim bu yerda bu kvadrat funksiya, bu parabola bo'ladi. Shoxlar pastga qaragan. Y tengsa qanaqadir bu horizontal line, ya'ni gorizontal liniya bo'ladi. Bu yerda ikkita nuqtada kesib o'tishi mumkin. Gorizontal liniya umuman kesmasligi mumkin. Mana bu yerda exactly one point, ya'ni aynan bitta nuqtada kesib o'tdi. Aynan bitta nuqtada kesib o'tsa, demak tenglamani tenglashtirgan paytda tenglamalarning diskriminanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni kim mana bu ikkita funksiyani tenglashtirib olsak, -x kvadrat plus 9x minus 100 teng deymiz, demak c ga. Xo'sh, ko'ryapsiz, bizda nima paydo bo'ldi? Bizda demak moganda bu bizaga qachon bitta yechimga ega bo'ladi? Qachonki u vertexdan, ya'ni kim uchidan o'tsa. Parabola uchun topib bilamiz. Parabola uchun topishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? X0 topishimiz kerak. X0 bu minus b, ya'ni minus 9 taqsim 2a bo'ladi. Ya'ni minus 2. Demak 9 taqsim 2 da bu ish bo'lar ekan. 9 taqsim 2 da. X joyiga 9 taqsim 2 ni keltirib qo'yamiz. Minus 9 kvadrat 81 taqsim 4 plus yana keltirib qo'ysak 81 taqsim 2 minus 100 teng ekan c ga. Xo'sh, umumiy maxraj beradigan bo'lsak, bu yerda tak ayirib yuborsak 81 taqsim 4 qoladi. 81 taqsim 4, buni 4 ga ko'paytiramiz. Ayrilgan 400. 81 dan 400 ni ayirsak minus 319 bo'ladi. Taqsim 4. C bo'lar ekan. For each real number r, which of the following points lies on the graph of each equation? Yaxshi savol ekan mana bu. 26. Demak, r ning qanday qiymatlarida mana bu shu tenglamaning yechimini tuzib olishimiz kerak ekan. R ga bog'lab olib. Nima uchun? Bu cheksiz ko'p yechimga ega. 10 ni 2 ga bo'lsak, 3 ni 15 ga bo'lsak, 7 ni 35 ga bo'lsak, hammasi bir-biriga teng. Bu cheksiz ko'p yechimga ega. Demak, buni qanday ishlash kerak? R ga bog'lab olish uchun yo y ni r deb olish kerak, yo x ni. Birinchi holatda kelinglar, x ni joyiga r qo'yib ishlasak, bittasini ishlasak bo'ldi. X ni joyiga r, demak x teng r deb olaman. X teng r ga teng bo'lsa, bu holatda nima bo'ladi? 2 ta r plus 3 ta y teng 7 ga. 3 ta y teng bo'ladi 7 minus 2 r ga. 3 ga bo'lsak, minus 2 taqsim 3 r plus 7 taqsim 3 bo'lar ekan. Bunaqa javob yo'q bizada. Javob yo'q. Ya'ni kim xr bo'lganda plus 2r taqsim 3 deyapti. C bilan da chiqib ketadi. B ni o'zi qolyapti, qayerlarni tekshirib ko'raylik. Mana endi bu safar y ni joyiga r qo'yib ishlaymiz. 2x plus 3r teng 7 ga 3 yo'q, 3 emas. 2x teng bo'ladi 7 minus 3r ga. 2 ga bo'lsak, minus 3 taqsim 2r plus 7 taqsim 2. Ko'ryapsizlar, B javobda ham xuddi shu narsada yo'qotdi. Ya'ni x mana shunga teng bo'lsa, y r ga teng. Mana shu bizda nima bo'ladi? Yechimlar to'plami bo'ladi. Va birinchi modulning oxirgi savoli. Perimeter of equilateral triangle, ya'ni teng tomonli uchburchakning perimetri. Equilateral triangle hamma tomoni teng. Perimetri necha ekan? Bizga 624. Height of this, ya'ni kim balandligi
K ildiz osti 3 santimetr. K bu o'zgarmasdan. What is the value of K? Balalik nimaga teng edi? Ildiz osti 3 taqsim 2 A ga teng tomonli uchburchakning balandligi. Birinchi A ni topib olish kerak. Perimetr berilgan. Perimetr 3A ga teng. Demak, 624 ni 3 ga bo'lishimiz kerak A ni topish uchun. 3 ga bo'ladigan bo'lsak. Bak necha bo'ladi? 208. 208 bo'lar ekan. A ni joyiga keltirib qo'ysak, H teng bo'ladi. Ildiz osti 3 taqsim 2 ko'paytirish 208. Bu 104 bo'ladi. Demak, H teng 104 ildiz osti 3. Mana bu yerda K ildiz osti 3 deyapti balandlikni. Demak, ildiz osti 3 ni oldida to'xtagan son 104. Bundan kelib chiqadi K 104 ga teng ekan. Xo'p. Shu bilan birinchi modulni rasbor qilib chiqdik birinchi practicedan. Rahmat hammaga. Demak, maksimal qo'llab-quvvatlasangiz, bu hali boshlanishi. To'g'ri, biroz osonroq modul bo'lishi mumkin, keyinchalik qiyinroq modullarni ham rasbor qilamiz. Like bosishni esdan chiqarmanglar.